Birlashgan Millatlar Tashkilotining bergan ma'lumotlariga qaraganda so'nggi 50 yil ichida dunyo aholisi 3 barobarga oshdi va bu o'z-o'zidan qator ekologik muammolarni ham keltirib chiqarayotgani bor gap. Statistik raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, har 6-kishi ekologik vaziyat nomaqbul bo'lgan hududda yashayapti. Butun jahonda 1 milliard kishi aslida ichishga yaroqsiz bo'lgan suvni iste'mol qilib kelmoqda. Yana bir faktni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Bu ham bo'lsa tuproqlarning yemirilish holati. Qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan yerlarni, ya'ni unumdor yerlarning 40% bugungi kunda yaroqsiz holga kelib qoldi. Hayvonot dunyosida ham katta yo'qotishlar bor. Mana shunday jarayonlar jadallik bilan ketadigan bo'lsa, ekovaziyatni tezroq o'nglamaydigan bo'lsak, 2050-yilga borib hayvonot dunyosida 25% ga yaqin turlar g'oyib bo'ladi. O'zbekistonda bugun ekologik vaziyatni yaxshilash borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Dasturlar ishlab chiqilyaptimi? Aholini madaniyatini oshirish maqsadida qanday chora-tadbirlar rejalari tuzilgan? Bugungi ko'rsatuvimizda shu xususda to'xtalamiz. Dunyo aholisi soat sayin o'smoqda. Tabiiy resurslar esa doimiy ravishda qisqarmoqda. World of Matters Info saytining eng so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda sayyoramizda 8 milliard 217 million 829 nafar aholi bor. Bu raqamlar 2030-yilga borib 8,5 milliard bo'lishi kutilmoqda. Yana bir fakt, Birlashgan Millatlar Tashkilotining bashoratiga ko'ra, 2060-yilga borib dunyo aholisi 10 milliardga yetishi mumkin. Bu o'sish nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy sohalarga, balki atrof muhitga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Aholi soni oshgani sari tabiiy resurslarga bo'lgan talab ortadi. Odamlar ko'proq suv, yer, o'rmon va energiya manbalaridan foydalanadi. Bu esa resurslarni tez tugashiga olib keladi. Shuningdek, yangi uy-joylar qurish, qishloq xo'jaligi yerlarini kengaytirish uchun o'rmonlar kesiladi. Bu esa tabiatning muvozanatini buzadi. Ifloslanish ham aholi ko'payishi bilan bog'liq muhim muammolardan biriga aylanmoqda. Zavod va fabrikalar, avtomashinalar va chiqindilar atrof muhitni ifloslaydi. Bu esa havo, suv va tuproq sifatini yomonlashtiradi. Inson salomatligiga ham, jonzotlarga ham zarar yetkazadi. Shuningdek, aholi o'sishi global isish jarayoniga ham hissa qo'shadi. Issiqxona gazlari chiqarilishi ortib, iqlim o'zgarishlarini keltirib chiqaradi. Bularning barchasi yer yuzidagi hayot uchun xavf tug'diradi. Xo'sh, nima qilish kerak? Qaysi yo'l oqilona? Haqli savol. Bu jarayonda yashil iqtisodiyotga o'tish qator afzalliklarga ega. Chunki u nafaqat inson farovonligini yaxshilaydi va ijtimoiy adolatni ta'minlaydi, balki ekologik xavf kamayishini sezilarli darajada kamaytiradi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhit bo'yicha dasturiga ko'ra, iqtisodiyotni yashillashtirishga dunyo yalpi mahsulotining 2% ni investitsiya qilish 2011-2050 yillar davomida hozirgi va kelajakdagi uzoq muddatli o'sish sur'atlarini ta'minlaydi. Iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi oshishi va ekotizim xizmatlarining yo'qolishi bilan bog'liq jiddiy xavflarni oldini oladi. O'zbekistonda davlat va jamiyat hayotining barcha jabhalarida tub o'zgarishlar davom etmoqda. Shu bilan birga o'zgarishlar markazida inson, uning huquq va qonuniy manfaatlari turibdi. Inson kapitaliga, bilim va innovatsiyalarga yo'naltirilgan investitsiyalar, yashil iqtisodiyotga o'tish iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri. Uning raqobatbardoshligini oshirish va mamlakatni barqaror rivojlantirish sharti sifatida qaralmoqda. Muhtaram yurtboshimizning parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasidagi nutqi, ya'ni davrimizning o'tkir muammosi, sayyoramiz taraqqiyotiga jiddiy to'siq bo'layotgan iqlim o'zgarish muammosi doim diqqat markazimizda bo'lishi kerak ekanligi haqida ta'kidlab o'tdilar. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasining ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligining faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2023-yil 31-maydagi 171-sonli qarorlariga binoan ham ekologiyaga doir muhim sanalarni nishonlash va belgilash to'g'risida. Qolaversa, 15-aprel ham ekologik bilimlar kuni sifatida belgilanishi ham bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning yorqin dalili sifatida ko'rish mumkin. Hamda muhtaram yurtboshimizning 16-sonli farmonlariga binoan aynan O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi belgilangan. Bu davlat dasturi mazmuniga ko'ra Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi to'g'risidagi Xatli konvensiyasining Kyoto protokoli va Parij bitimiga doir mamlakatlarning global hamjamiyat oldida olgan majburiyatlarni bajarish, tarmoqlar va sohalarning uyg'un yashil informatsiyasini amalga oshirish, ya'ni yashil iqtisodiyot modeliga o'tish bo'yicha
chora-tadbirlar belgilangan. Bu chora-tadbirlar mazmunan mahallalarning ekologik ko'rinishini yaxshilash, ko'chalarda yashil maydonlar doirasini kengaytirish, aholi salomatligini yaxshilash, ularning ekologik hayot tarzini yaxshilash, o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish, bioxilma-xillikni saqlash, iqlim o'zgarishini yumshatish, iqlim o'zgarishi iqtisodiyotni aynan iqlim o'zgarishiga moslashtirishga doir chora-tadbirlar ushbu dastur doirasida amalga oshirilishi nazarda tutilgan. Hamda fuqarolarning ham aynan yashil iqtisodiyot tamoyillarini takomillashtirish maqsadida o'z hayot tarzida ekologik tamoyillarni to'la qo'llay olgan fuqaroga nisbatan ekofaol fuqarosi maqomi belgilangan. Bu yashil oila maqomini olgan oilalar esa davlat xizmatlaridan foydalanishda 10% chegirma hamda davlat ulushi 50% dan kam bo'lgan banklardan iste'mol kreditlarini olishda maxsus chegirmalarga ega bo'lishlari ham qat'iy belgilab qo'yilgan. Bu nimani anglatadi? Muhtaram yurtboshimizning mamlakatimizda aynan ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha olib borayotgan islohotlarni jonlantirish har bir fuqaroning o'zini mas'uliyatini his etishi bilangina belgilanadi deb hisoblayman. Bugungi kunda havo, suv va tuproqning ifloslanishi, o'rmonlarning kesilishi, hayvonot va o'simlik turlarining yo'qolib borishi, global isish va iqlim o'zgarishi kabi muammolar butun dunyoda kun tartibida turibdi. Bu muammolarning asosiy sababchisi kim? Inson faoliyati. Eng avvalo, sanoat korxonalari atmosferaga zararli gazlarni chiqaradi, suvlarni ifloslaydi. Avtomobillarning ko'payishi esa havodagi uglerod gazi miqdorini oshirib, global isishga sabab bo'lmoqda. Bir so'z bilan aytganda, antropogen omillar ta'siri kuchaymoqda. Bugungi kunda bizda ba'zi bir muammolarimiz va kamchiliklarimiz shundaki, chiqindilarni saqlash, tashish va qayta ishlash bo'yicha muammolarimiz bor. Albatta bu muammolarni hal qilishimiz kerak bo'ladi. Biz qanchalik darajada ko'proq o'sha chiqindilarni qayta ishlaydigan bo'lsak va ularni saqlashga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bunda birinchi navbatda o'sha sanitariya epidemiologiya holatlariga, shu bilan birgalikda aytaylik insonlarni salomatligiga yaxshi tomonda o'zgartirgan hisoblanamiz va shu bilan birgalikda qurilish, sanoat materiallari bilan ifloslanish holatlari bo'lyapti. Bu albatta o'sha ekologiyani, atrof muhitni, shu bilan birgalikda atmosferani ifloslayapti. Bunda turli xildagi o'sha qurilish vaqtlarida chang to'zonlarning ko'tarilishi va ishlab chiqarish sohasida ham mana shunday muammolarga biz duch kelyapmiz. Jahon resurslari instituti ma'lumotlariga ko'ra, respublikamiz suv ta'siridan eng ko'p jabrlangan 25 mamlakat qatoriga kiradi va suv tanqisligi iqlim o'zgarishi bilan yanada yomonlashaveradi. Shu bilan birga, O'zbekiston chuchuk suv olish bo'yicha eng yuqori va suvdan foydalanish samaradorligi bo'yicha dunyodagi eng past ko'rsatkichlarga ega. O'zbekiston qishloq xo'jaligi respublika umumiy suv iste'molining 90% ni tashkil etishiga qaramay, sug'orish tarmoqlarining samarasizligi tufayli qishloq xo'jaligida suvning 1/3 qismi shunchaki yo'qolib bormoqda. Eski uslubda ishlash tuproqning sho'rlanishi jarayonining og'irlashishiga va qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligining pasayishiga olib keladi. Va hozirda ayni muammolarni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Yomg'irlatib, tomchilatib sug'orish usullari ancha ommalashdi. Hozirgi kunda suv muammosi juda global muammolardan biri hisoblanadi. Suv muammosi asosan suvni isrof qilinishi natijasida kelib chiqadi. Endilikda bu tizimni yanada rivojlantirish maqsadida irrigatsiya tizimlarini rivojlantirish va tomchilab sug'orish tizimiga o'tilmoqda. Ya'ni ham yaqinda ariqlarda betonlash ishlari olib borildi. Bu ham bir suvni tejash maqsadida qilinayotgan ishlardan biri hisoblanadi. O'zimizga savol beradigan bo'lsak, suvdan bugungi kunda yaxshi foydalana olyapmizmi degan savol yuzaga chiqadi. Bu narsaga shunday javob beramizki, yo'q. Nima uchun yo'q? Chunki hozir ko'cha-ko'yda ketayotgan vaqtimizda ham jo'mraklarni ochiq qolib ketganiga guvohi bo'lamiz. Uni borib yopib qo'yish degan narsani o'tib ketgan odamlarning 10 tadan bittasi anglay olishi mumkin. Bu nima narsadan kelib chiqadi? Bu ekologik madaniyatning hozirgacha insonlarning ongiga yetib bormayotganligi natijasida kelib chiqadi. Suvning yana isrof qilinishiga keladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligida foydalanilganda asosan an'anaviy usulda foydalaniladi. Bunda nafaqat suvni isrof qilinishi, balki o'simlikning ildizining chirib ketishi natijasida biologik xilma-xillikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hozirgi kunda har bir narsaning uchi ekologik madaniyatga borib taqaladi. Bunda biz bir narsani tushunishimiz kerakki, bu suv hayot manbai hisoblanadi.
suvsiz inson ko'p yashay olmaydi. Masalan, gazni oladigan bo'lsak, shunday qishloq hududlari bor, gaz yetib bormagan, lekin suv bilan ular yashab kelmoqda. Biz suvni qanchalik muhim ekanligini anglab yetsakkina biz undan oqilona foydalana olamiz. Bugungi kunda nafaqat O'zbekistonda, balki dunyo bo'yicha o'sha ekologik holat, ekologik vaziyat murakkablashib boryapti. Bunga asosiy sabablardan bittasi qurg'oqchilik jarayonlari bo'lyapti. Ya'ni qurg'oqchilik jarayonlari deganda o'sha suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish natijasida o'sha qurg'oqchilik jarayonlari yuzaga keldi va chang bo'ronlarining ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Misol tariqasida aytib o'tamizki, Orol dengizi fojiasi aytaylik 60-yillardan boshlandi. Bunda asosiy sabab bo'ladigan narsa, ya'ni noto'g'ri sug'orish dehqonchilikda o'sha Mirzacho'l hududini o'zlashtirish va juda katta aytaylik suv miqdorini Amudaryodan olish orqali, dehqonchilikda foydalanish orqali Orol dengizini bugungi kunda global ekologik bir vaziyatga keltirib qo'ydik. Qurg'oqchilik jarayonlariga keladigan bo'lsak, qurg'oqchilik jarayonlari asosan 3 xil ko'rinishda namoyon bo'ladi. Birinchisi atmosfera qurg'oqchiligi hisoblanadi, ya'ni o'sha atmosfera havosining quruq bo'lishi. Bu albatta o'sha inson salomatligi, barcha tabiatdagi tirik organizmlar salomatligiga, ya'ni nafas olishi bilan bog'liq bo'lgan turli xil kasalliklarga ta'sirini o'tkazadigan bo'lsa, keyingisi esa qishloq xo'jaligi qurg'oqchiligi, ya'ni qishloq xo'jaligida ekin maydonlarining qisqarib ketishi, o'simliklardan yuqori hosil ola olmasligimiz bugungi kunda yoki bo'lmasa sifatli hosil yetishtirib bera olmasligimiz, bu albatta o'sha qishloq xo'jaligi yoki o'sha tomchilatib sug'orish yoki yomg'irlatib sug'orish darajasiga yetib kelyapmiz. Chunki bugungi kunda aynan shu ekologik vaziyatni yumshatish maqsadida, atrof muhitni asrash maqsadida majbur bo'lyapmiz. Tomchilatib sug'orishdan, o'sha suv resurslarini tejashga albatta. Va uchinchisi esa o'sha suv qurg'oqchiligi deyiladi. Bunda yaqqol misol mana Orol dengizi. Suvlarning sathining kamayib ketishi yoki bo'lmasa Amudaryo sathining kamayib ketishi, mana bu esa suv qurg'oqchiligiga misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, har qanday ekologik vaziyat bu birinchi navbatda tabiatga ta'sir qiladi va shu bilan birgalikda tabiatdagi barcha tirik organizmlarga, insonlar, o'simliklar, hayvonlar, tirik organizmlar barchasiga ta'sir qiladi. Har bir insonning hayotida tabiatning o'rni beqiyos. Biz nafas olayotgan havo, ichgan suvimiz, iste'mol qilgan ovqatimiz barchasi tabiatdan keladi. Tabiatning toza va barqaror bo'lishi inson hayoti uchun mustahkam asos. Bugungi kunda ekologiyani muhofaza qilish va tabiatga bo'lgan muhabbatni oshirish juda muhim. Chunki ekologiya bu nafaqat tabiat, balkim insonning o'z hayoti, kelajagi bilan bog'liq masala. Bu mavzuda gapirish va bu jarayonda jonbozlik ko'rsatish uchun ekolog yoki soha mutaxassisi bo'lishi shart emas. Aslida barcha qalban ekolog ekanligini unutmaslik kerak. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, har yili havo ifloslanishidan 7 milliondan ortiq odam vafot etmoqda. Jahon miqyosida oladigan bo'lsak, aynan ekologik muammolarni oldini olish maqsadida bir qancha rejalar amalga oshirilmoqda. Jumladan 2027-yilga borib, xalqaro dengiz transportida karbonat angidrid miqdorini 38% gacha kamaytirish maqsadida aynan shu transport vositalarini chiqadigan karbonat angidrid miqdorini cheklash va ularga to'lov joriy etish nazarda tutilgan. Undan tashqari, hozirgi paytda mamlakatimizda xususan 2024-yilda Buxoro va Xorazm viloyati hamda vohamizning Sherobod tumanida katta hududlarda quyosh panellarining qurilayotganligi, ularda sof energiyani olish va buning natijasida 500 ming tonnadan ortiq karbonat angidridni havoga chiqarishdan oldini olinmoqda. Agarda biz ekologik muammolarga, ekologik vaziyatlarga e'tibor bermaydigan bo'lsak, keyingi 5 yillik, 10 yillikda katta muammolarga duch kelishimiz mumkin. Hurmatli prezidentimiz bu borada jahon miqyosida va mamlakatimizda juda katta e'tibor bermoqdalar va turli xil xalqaro konferensiyalarda ekologik vaziyatlarni yumshatish maqsadida nutq so'zlab, biz yoshlarga namuna bo'lmoqdalar va biz yoshlar bugungi kunda olib borilayotgan islohotlardan to'g'ri xulosa chiqargan holatda ekologik vaziyatni yumshatish maqsadida yangi g'oyalar ishlab chiqish va buni jamiyatga targ'ib qilishimiz kerak. Yana bir savolga oydinlik kiritish zarur. Qanday yo'l tutsak, oz bo'lsa-da ekologiya sofligiga o'z hissamizni qo'shamiz? To'g'ri savol. Birgina oddiy va uddalay oladigan ishimiz bu daraxt ekish, yashillik yaratish.
Tadqiqotlarga qaraganda 1 gektar yerdagi daraxtlar bir necha kunduzda 220-275 kilogramgacha karbonat angidrid gazini yutib, 180-215 kilogram kislorod ajratar ekan. Bu miqdor o'rtacha 500 kishini kun davomida kislorod bilan ta'minlashga yetadi. Misol uchun, parvarishlansa 2000 yil tabiat va insonga beminnat xizmat qiluvchi chinor daraxti ham kislorod yetkazishda yetakchi. Misol uchun birgina mana shu chinor daraxtini oladigan bo'lsak, misol uchun mana 70 yillik chinor daraxti. Mana shu chinor. Chinor daraxti misol tariqasida oladigan bo'lsak, mana bu daraxtimiz esa aytaylik 2-3 yillik daraxt. Ana endi bu chinor daraxtini 1 yilda ishlab chiqaradigan kislorod bilan bu kichkina daraxtning orasida ancha farq bor. Shunday ekan, ko'p shunday bir g'oyalar bo'ladiki, bitta daraxtni kessang, joyiga 10 ta daraxt ek degan. Albatta bu siz 10 ta ekansizmi, 20 ta ekansizmi, bu yangi yosh nihollar bitta mana shu chinor daraxti ishlab berayotgan kislorodni ishlab chiqarib bera olmaydi. Mana biz buni alohida e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi. Bugungi kundagi davlat dasturi ham shunga bag'ishlanyapti. Mana yashil makon dasturi, mana ko'chat ekish dasturi, hammasi aynan shu ekologiyani, atrof muhitni asrash, avaylash bilan bog'liq bo'lyapti. Hozirda mamlakatimizda ekologik vaziyatni yaxshilash, keyingi avlodga sof va musaffo tabiatni meros sifatida qoldirish asosiysi harakatlarni bugundan boshlashga alohida e'tibor bergan. O'zbekiston 2030 strategiyasining 62dan 73gacha maqsadlari to'laqonli atrof muhit muhofazasiga bag'ishlangan. Jumladan 66-maqsadda respublikada ekologik vaziyatni tubdan yaxshilash, inson hayotiga ta'sir o'tkazuvchi ekologik muammolarni bartaraf etish choralari belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi prezident farmonida ham mamlakatning global hamjamiyat oldida olgan majburiyatlarini bajarishda tarmoq va sohalarning uyg'un yashil transformatsiyasini amalga oshirish, ularning raqobatbardoshligi va resurs tejamkorligini ta'minlash, iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish va unga moslashish hamda aholining yashash sifatini yaxshilash va iqtisodiy o'sishning yangi yashil rivojlanish modeliga o'tish masalalariga alohida e'tibor berilgan hamda xalqaro barqaror rivojlanish maqsadlari asosida ishlar olib borilmoqda. Barqaror rivojlanish maqsadlari har bir mamlakat strategiyasi bo'yicha to'xtalib o'tsam, bilasiz, har bir mamlakat rivojlanish istiqbollarini ma'lum bir yillarga belgilangan strategiyalar asosida tashkil qiladi. Bu esa bitta mamlakat doirasida deb belgilansa, biz hozir ko'rib turgan barqaror rivojlanish maqsadlari esa butun xalqaro mamlakatlarning hamkorlikda ishlashlari, harakatlanishlari uchun belgilangan maxsus maqsadlar asosida belgilangan asosiy vazifalar. Bu maqsadlar 17 ta maqsaddan tashkil topgan bo'lib, bu mamlakatlarni o'stirishda, rivojlantirishda hech bir soha nazardan chetda qolmagan. Masalan, o'ta qashshoqlikka barham berish, ochlikka barham berish, sog'lik va farovonlik, sifatli ta'lim, gender tengligi, toza suv va sanitariya, arzon va toza energiya, munosib ish o'rinlari va iqtisodiy o'sish, sanoatlashtirish, innovatsiya va infratuzilma, tengsizlikni kamaytirish, undan tashqari bugungi kunda dolzarb bo'layotgan iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish. Bu maqsadlarning amal qilish muddati desak biroz xato, funksional chora-tadbirlar qismi 2030-yilgacha belgilangan. Muxtasar aytganda, ekologiya va men, ekologiya va biz. Ekologiya haqida o'ylash va uni saqlash har birimiz uchun ham, kelajak avlod uchun ham juda muhim. Tabiatni asrash, undan ehtiyotkorlik bilan foydalanish bu har birimizga vojib bo'lgan burch ekanligini ham unutmasligimiz lozim. Agar biz shu g'oyani o'z hayotimizning bir qismiga aylantira olsak, kelajakda ekologik muammolarni hal qilishda katta natijalarga erishishimiz mumkin. Tabiatiga ehtiyotsiz munosabatda bo'lgan jamiyatning kelajagi ham yomon bo'ladi. Shunday ekan, ekologik tozalikni ta'minlashda barchamiz faol ishtirok etishga harakat qilsak, kelajakni yoqimli, go'zal tabiat bilan yaqin va barqaror qoldiramiz.